Assalomu alaykum hammaga. Charchamasdan bugun soat millarimiz 9dan o'tib qoldi. Kuryerlik faoliyatini yana davom ettiryapmiz. Yana bugun baxtimizga tuman. Qani ko'ramiz. Yandex bugun bizga dastavka uchun vaqtlarni qay miqdorda berar ekan. Yandex option olib qaraganda juda bir yomon nima emas. Nimaga desalaring, yurtimizda ishsiz odamlar ko'p. Misol uchun mashinada emasmi, tasdami? Ertalabdan kechgacha yotadigan odamlar bor. Uyda bir ortiqcha velosiped bo'lsa, velosipedda chiqsangiz ham qoplaveradi. Prosta kimdir sharoit qoplaydi, o'sha turizm puli bilan ishga joylashib olib, ishga chiqish. Kimgadir qoplamaydi. Ammo yaxshi tomonlari ko'p Yandexda.